Rossiyada 7-qavatdan tushib ketgan bolaning hayotini saqlab qolgan o'zbekistonlik erkak bir kunning o'zida internet yulduziga va qahramonga aylandi. O'zbek va rus ommaviy axborot vositalarida bu insonning qahramonligi haqida son-sanoqsiz xabarlar e'lon qilindi va e'lon qilinmoqda. Gap shundaki, Sankt-Peterburg shahrining Petrozavodskaya ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uyning ochiq derazasida planshet o'ynab o'tirgan 7 yoshli bola muvozanatini yo'qotib, pastga qulagan. Pastda hovli tozalayotgan 36 yoshli o'zbekistonlik Xayrullo Ibodullayev buni ko'rib qoladi va darhol yordamga shoshiladi. Bola avval karnizda biroz osilib turgach, pastga qulagan. Erkak esa yetib borib bolani havoda tutib olgan. Bolaning onasi bu vaqtda oshxonada bo'lgan va 10 minutlardan keyingina bolasi yo'qligini payqagan. Onaning aytishicha, o'g'li autizm kasalligiga chalingan bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, ijtimoiy tarmoqlarda katta rezonansga sabab bo'lgan ushbu voqea qahramoni Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidan. U 4 oy avval Rossiyaga ketgan bo'lib, ko'p qavatli uylarga mas'ul bo'lgan pudratchi tashkilotda ishlaydi. Bir necha kundirki, o'zbek va rus ommaviy axborot vositalari hamda blogerlar erkakning jasorati haqida materiallar e'lon qilishmoqda. Intervyulardan birida u voqea haqida batafsil gapirib, o'sha lahzalarda qanday harakat qilganini aytib bergan. Abitlanganini kirdim. Abitdan keyin ish vaqtim bo'ldi. O'sha ish vaqtimda chiqib, soat 1-5 shu atroflarda chiqqandim. Ikkita ayol kishi baqirayotgan ekan. Tamam. 19-etaj yo 10-etaj, unisini bilmadim. Keyin u ayollarga qaradim. Qarasam bir bolaga qarab baqiryapti ekan. Qaradim, shu bola o'ynab turibdi oynani oldida. Keyin men bordimda, kirgan ichkariga. Tushib ketasan. Shular bo'ldi. Baqirdim bu bolachaga. Baribir yosh bolada yoshligiga borib gapni olmadi. Kirmadi. Ozgina o'zimda ishim bilan shug'ullandim, lekin xayolim o'sha bolada. O'shani hech xayolimdan qo'yib olmayman-da. Ikki ko'zim shu bolaga tushyapti, o'ynab turgan bola to'satdan osilib qoldi bola. Men o'zi osilishdan oldin men o'zim borib turdim pastga. Borib turdim, borgan vaqtim bola osilib qoldi, o'zi men bildimki u tushadi. Lekin men o'zimni jilovlay olishim kerak. O'sha momentda o'zimni kuch to'pladimda, u bola o'sha momentda qarag'idir xayolimga shu narsa keldiki, qorin bo'shlig'imni qattiq ushladimda, o'zimni ko'krak qafasimga shu berdim, o'sha bola shu udarlikda kelib sherimga tushirdim shu bolani. Tushgandan keyin bola sekin baribir siljiydi pastga qarab. Siljigan paytda belida mahkam ushlab, keyin o'zim ham yiqildim keyin. Xayrullo Ibodullayevning jasorati Rossiyada shahar hokimligi tomonidan munosib e'tirof etilib, Tigran Keoseyan nomidagi mukofot bilan taqdirlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ibodullayev mazkur mukofotga sazovor bo'lgan 4-inson hisoblanadi. Bundan tashqari unga 1 million rubl, qariyb 159 million so'm miqdorida pul ham beriladigan bo'ldi. Rossiyalik jurnalistlarga bergan intervyusida erkak unga beriladigan pulni O'zbekistonga yuborishi, otasi kasalligi va 4 nafar qizlari borligini aytgan. Shuningdek, uyi ta'mirtalab ekanini va mashina olish orzusida yurganini ham yashirmagan. Деньги спасибо отдали, я отправляем в Узбекистан. У меня папа болит, 4 дочери есть. Большое спасибо. Я хочу там машину купить. Я люблю машины. Мне дома надо ремонт делать, надо. Shu kunning o'zida Xayrullo Ibodullayev O'zbekiston prezidenti farmoni bilan jasorat medali bilan ham mukofotlandi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni bilan Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida sodir bo'lgan favqulodda va murakkab vaziyatda o'z joni va salomatligini xavf ostiga qo'yib, ko'p qavatli uyning yuqori qismidan qulayotgan yosh bolaga amaliy yordam ko'rsatgani va uning hayotini saqlab qolgani uchun yurtdoshimiz Ibodullayev Xayrullo Saydullayev jasorat medali bilan mukofotlandi, deyiladi davlat rahbarining matbuot xizmati xabarida. O'zlari bilmaydi, lekin O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich mana jasorat medali bilan sizni taqdirladi. Rahmat. Prezidentim rahmat, minnatdorman sizdan. Umringiz uzoq bo'lsin. Bir kunda ikki mamlakatning davlat mukofotiga sazovor bo'lgan Xayrullo Ibodullayevga mahalliy aholi ham o'z minnatdorchiligini bildirib sovg'alar ulashmoqda. Ayrimlar uni hatto O'rgimchak odam filmidagi qahramonga qiyoslayapti. Двор так никто не убирал. Спасибо тебе за работу. Спасибо. Спасибо. Не Спайдермен, Хайрулла только наш герой. Спасибо большое.
Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, bola shifoxonaga yotqizilgan, uning oyog'i va ichki organlari shikastlangan. Bola hayotini saqlab qolgan erkakning qo'llari va qovurg'asi singan. Zamonuz muxbiri Xayrulla Ibodullayevning Qashqadaryo viloyatidagi xonadonida bo'lib, uning yaqinlari bilan ham suhbatlashdi. Yakshanba kuni soat 1lar edi. Telefon qildik. Keyin ha yaxshi bo'ldi, dam olyapman deyishdi. Keyin ha bo'lmasa damingiz olavering dedim. Keyin 9larga yana telefon qildik. Yana endi ichimiz qizyapti-da, xavotir olyapmiz. Nima bunday bo'lyapti ekan deb. Keyin qo'li doktorxonada turgan ekan, qo'li gipsda turgan ekan. Keyin ko'rib xavotir oldik. Keyin nima bo'ldi dedik. Shunday tepadan bola tushib ketdi, shuni qutqarib oldim, yordam qildim, yordam kuchini ko'rsatdim deb aytdi. Eldan kam bo'lmay, mashinalar olay, to'ylar qilay deb ko'p niyatlarini amal orzu qilib ketgan. Oldiniga ishonmadim. Keyin ishonmaganimdagi telefonda kelib ko'rsatgandan keyin yana o'zini hayotini bag'ishlab tushirayotgan nimalari kelgandan keyin ha o'zini chinakam bu gap deb keyin ishonchga qabul qildim. Men aytdim, uka, sen shunchalik yaxshi ish qilding, ro'za oyida katta savob ish qilding. Bir bandani bolasini qutqarib qolding. Shu ayol qancha azoblanar, shu bolaga nimadir bo'lganda-da. Shu bolaga yaxshi ish qildi, savob ish qildi. Muhtaram prezidentimiz shunchalik e'tiborini qaratgan ekan. Mingdan ming rahmat, katta rahmat prezidentimizga. Eslatib o'tamiz, bu xorijiy mamlakatlarda O'zbekiston fuqarolarining inson hayotini saqlab qolgani bilan bog'liq ilk holat emas. Bundan avvalroq, aniqrog'i 2025-yilning oktyabr oyida Rossiyaning Sochi shahrida yuz bergan yong'in paytida ham o'zbekistonlik taksist ona va bolani alanga ichidan olib chiqib, ularni qutqargandi.